Menga Porsche sovg'a qilishdi. Qaysi modelligini esa videoning oxirida bilib olasiz. Talab turib Shanxayga ketish uchun tayyorlandim. Uyim Shanxaydan 1 soat uzoqlikda joylashganligi uchun taksida poyezd bekatigacha bordim. 15 daqiqada 300 km/soatgacha yuradigan poyezd bilan Shanxayga keldim. U yoqdan esa metroga chiqdim, chunki birinchi borgan joyi bu 1933 Old Mifun. Bu joy 30-yillar boshida Shanxay eng yirik qassobxonalardan bo'lgan va bugungi kunda esa kafe, restoran va do'konlarga aylantirilgan tarixiy majmua. Bu yoqdan chiqib yana metroda Vulkan ko'chasiga keldim, chunki bu yerda Harry Potter atmosferasini beradigan kafe bor edi. Shunaqangi shirinliklarni oldim va keyin esa metroda House Nowhere ga bordim. Bu joy 3 qavatli kreativ kafe bo'lib, birinchi qavatida katta kruasan ko'rinishidagi kafe joylashgan, ikkinchi qavatda esa Gentle Monsters do'koni bor edi. Bu yerdan chiqib matcha ichish uchun Matcha One kafesiga bordim. Bu joyda esa qo'zichoq dizaynda matcha qilishar ekan. Keyin esa yo'lda Porsche muzeyiga kirib o'tdim. Bu joyda Porsche mashinalari выставкасы hamda kafesi bor edi. Barcha joylar bitta videoga sig'maganligi uchun qolgan joylarni esa ikkinchi qismga qo'yaman. Bu joyda esa Porsche o'yinchog'ini menga sovg'a qilishdi. Video qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang, chunki menda xorijda ta'lim va Xitoydagi hayot